shirkatimizda ana shu sizlar ko'rib turgan temirchilik mahsulotlarini ishlab chiqaramiz. Mahsulotlarimizni O'zbekiston bo'ylab barcha hududlardagi bozorlarga, O'zbekistondagi bozordan tashqari boshqa Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'izistonlargacha ularni olib chiqib, yetkazib beryapmiz. Xudoga shukr, hozir yurtimizda hunarmandchilikka ochilgan sharoitlar juda yaxshi. Mana shu bitta dona boltamizni tayyorlash uchun 1,5 ming gradusli o'choqqa solib, uni qizdirib, maxsus stanoklarimizni ezib, shaxlab, shakl berib, toblab, kraska jarayonigacha har biriga sinchkovlik bilan tayyorlab bitirib beramiz. Bu mahsulotlarni bir kunda oilaviy shu 3 ta aka-uka o'rtada bir soni, hajmiga qarab, katta kichikligiga qarab 10 tadan to 100 tagacha tayyorlashimiz mumkin. Mahsulotlarimizni turi 100 ga yaqin. Kimdir o'ziga ma'qul kelgan bir nodidroq narsa yasamoqchi bo'lsa ham, buyurtma qilsa, uni ham yasab beryapmiz. Qo'ldan kelgancha tayyorlab beryapmiz. Bu hunarmandchilikni bizga ota-bolamizdan o'tib kelyapti. Bizni dadalari qilgan, endi ulardan keyin biz qilyapmiz. Xudo xolasa bizdan keyin ham farzandlarimiz ham qiziqishyapti, kelib qarashyapti, qo'ldan kelgancha o'qishdan chiqib, maktabdan kelib qarashib, harakat qilishyapti. Mana shu hunarmandchiligimiz orqasidan uylarimizni, mashinalar olib, to'ylar qilib, yaxshi bir maqsadlarda sarflayapmiz. Bizi ishimiz to'xtamaydi. Yil 12 oy ish mavsumga qarab, talabga qarab, misol qishga yaqin bolta, dehqonchilik paytiga yaqin kelganda ketmonlar ishlab chiqarish, daraxtlarni butashga kelganda qaychilar ishlab chiqarish boshlanadi. Talabiga qarab, mavsumiga qarab o'zgarib, yil 12 oy ishlayveramiz. Hunarmandchilik mahsulotlarimizni orqasidan daromadlarimiz yaxshi bo'lib, bemalol chetga chiqmasdan uyda ota-onani, oilani bag'rida ishlayapmiz. Hozirgi kunda shu oylik daromadimiz $1000 dan $2000-3000 yetadi, tushadi. Sezonga qarab, talabga qarab o'zgarib boraveradi bu. 100 ming so'mdan to 1 million so'mgacha bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqaramiz. Hunar qilgan inson kam bo'lmaydi, chetlarga chiqib sarson bo'lib yurmaydi. Istedi bo'lib, o'zini ustida mehnat qilib, harakat qilib ishlansa, izlansa, albatta bir maqsadga, bir marraga erishadi.